Assalomu alaykum. Bu bo'ladigan balnisamizning nimasi? Chizmalari. Yaqinroq tanishtirib ketayim. Bu bo'ladigan xonalari. Bu umumiy fasadi. Nasib bo'lsa ishlarimiz ham ancha-muncha bo'lib qoldi. İşlerimiz nasib bo'lsa bugun tugaydi, xudo xohlasa. Endi kolonlar, rigel shunaqa ishlarimiz boshlanadi. Yaqin ishlar, qishlar teryapti hozir. Hozir ichki tomonlarni ko'rsatamiz. Bu yo'llardan betonlar quyiladi. O'rtalardan siyada eshik chiqadi, hammasi beton ishlari endi bu yoq. Kolonlar, rigel, peremichka, serdishnik deganday. Hozir ichki qismlarini ko'rsatamiz. Yaxshi, umuman olganda yaxshi. Yo'llarimiz ham to'g'rigina chiroyli chiqqan. Har tomondan ichki qismlari. Hop, bu yerdan Belgradga bo'ladi. Tadvol. Bu yerdan tadvol tushadi. Bo'ylanib. Mana ishlarimiz. Hop, yana nima edi? Bu qolgan xonalarni ko'rsatamiz hozir. Bu yerda ham Belgradkamiz bor. Bunaqasi bo'linadi. Qanday chiqibdi, baho beringizlar. Bu yoqda jumaxotlar qo'yapmiz tepaga. Bu yer uzun nima bo'ladi? Telexoshka. Ya'ni degani dahliz. Bu yerdan ham xonalar nasib bo'lsa. Bu yerdan periodka bor. Bu yerdan bo'linadi. Shunaqa oz qoldi nasib bo'lsa, bir qator, ikki qator kamgina yo. Bu tarafda ham bu yerdan lesensa bo'ladi nasib bo'lsa. Yoqqa lesensa chiqib, qayerli tepaga chiqib ketish kerak. Bu yoqdan eshik bo'ladi, tashqariga chiqib ketadigan. Xo'p, yana nima? Bu yoqdan shu xona Belgradga bo'linadigan. Hamma yoq bo'lib qoldi, xudo xohlasa. Ichki ko'rinishlari. Shu Belgradkalarni, nimalarni nima edi? Ot esimga kelmay qoldi. Xullas, betonlarni quyib olsak bitadi ishimiz. Keyin ikkinchi etajga chiqamiz. Hozir so'nggi qatorlar terilyapti. Shunaqa umumiy fonda shunaqa uzun koridor olib ketgancha. 18 metrlik. Endi tashqi qismlarni ko'rsatamiz. Endi mana tashqi qismlari, sirti ko'rinishi. Mana shunaqa. Bu yonboshi. Bu old ko'rinishi.
Bu yoqlardan hali yevro zabor qilamiz nasib qilsa. Bu yerlar stepga bir sotkalar to'shaladi. Hali ko'p ancha-muncha ishlarimiz bor. Bu orqadan boshqa nima katyol, tualet, yana nimalar tushadi. 8 tane bu orqa ko'rinishi imoratimizda. So'nggi qatorlar Xudo xohlasa. Bu yerlar ko'tariladi ancha-muncha. Biroz ishlarimiz bor hali. Muhimi boshlandi. Az plitalar zakaz qildik. Nasib bo'lsa. Bu tarafi. Qanday chiqibdi? Duo deb turingizlar. Ko'pning duosi yaxshi-da. Qo'ldan kelsa like bosing, podpiska qilingizlar. Bizda unda bunaqa original videolar bo'lmaydi. Original bo'ladi, faqat bizda bunaqa bezatilgan emas, oddiy, tabiiy videolar. Bu g'ishlarimiz, aytgancha g'ishlar aytdimmi yo'qmi? G'ishlarimiz yaxshi g'ishlar ekan. Mana bunaqa teshik-teshiklari bor. Sifati ajoyib. Uncha ham og'ir bo'lmagan, yengilgina. Hamma tomoni chiroyli. Bitta g'ishimiz bizga yo'l kirasi bilan 1490 so'mdan, ya'ni 1500 so'mdan kelib tushdi. Assalomu alaykum, boy yaxshimisiz? Kuratda. Shunaqa do'stlar. Yaxshi, ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' va salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Assalomu alaykum.